24-noyabr kuni kechda Urumchida yuz bergan o't ketish voqeasi Urumchi va Xitoy o'lkalarining ko'plagan shaharlarida Shi Jinpingning hokimiyatining yuqumni nolga tushirish siyosatiga qarshi norozilik namoyishlarining boshlanishiga sabab bo'lgan. Amerika Birlashma Agentligining 26-noyabr kuni bergan xabarda bu voqeaning ba'zi tafsiloti berilgan bo'lib, Xitoyning qamal siyosatining bu fojianing asosiy sababchisi ekanligi va yerlik aholining buning qarshi qo'zg'alib, bu siyosatni amaldan qoldirishni talab qilganligi ko'rsatilgan. Xabarda berilgan ma'lumotlarga qaraganda 24-noyabr kuni kechda Urumchida yuz bergan o't ketish voqeasiga binoning 15-qavatidagi tok manbasi sabab bo'lgan. Bu qavatdan tutashgan o't 21-qavatga kirgan. O't o'chirish atriti binoning atrofidagi qatma-qat qamal va to'saqlarni cho'p binoning yeniga kelib o'tni o'chirib bo'lguncha o't ulg'ayib ketgan va 3 soatgacha bu o't qavatma-qavat o'rlab ko'yivergan. Xitoy hukumati 25-noyabr kuni bu voqeada o'lib ketganlarning 10, yaralanganlarning 9 odam ekanligini e'lon qilgan. Ammo ijtimoiy taratqularda cho'ng kichik bo'lib, oz deganda 44 odamning o'lib ketganligi haqidagi uchurlar tarqalgan. Xitoyning 100 kundan ortiq vaqtdan beri Sharq Turkistonda yo'l qo'yayotgan Xitoy virus yuqumni nolga tushirish siyosati davomida ba'zi joylarda ochliq va kasallikdan o'lib ketish fojialari ko'rilgan. Bu qitim o'tapit yuz bergan Tangirtog' rayoni yuqori darajalik xatarlik rayon deb bekitilgan va aholilarning sirtqa chiqishi cheklangan. Amerika Birlashma Agentligining xabarida bildirilishicha, Urumchi shahrining boshlig'i Mamtimin Qodir 25-noyabr kuni kechda o'tkazilgan muxbirlarning kutib olish yig'inida aholilardan kechirim so'ragan va bu o't ofitini tekshiradiganligini aytgan. Ammo hukumat doiralari bu yig'inda o'zlarini oqlab, o't o'chirish eg'iziga to'saq qo'yilmaganligini, aholilarning binodan tushib faoliyat qilishiga ruxsat qilingan bo'lsa-mu, ba'zi kishilarning o'zini qutqizish iqtidori tuvan bo'lg'achqa, ofatdan o'zini vaqtida qutuldira olmaganligini bayon qilishgan. Ammo ahvoldan xabardor kishilar ijtimoiy aloqa vositalarida buning yolg'onligini oshkorlagan. Xitoyning atalmish yuqumni tizginlash tadbiri tufaylidan bu binodagi nurg'un aholilar uyga so'lab qo'yilgan. Bir Xitoy qismi buning to'g'riligini isbotlab sin ko'rinish tarqatgan. Uning aytishicha, bu bino yuqori darajalik xatarlik rayonga tava. Shung uning darvozasidan tortib kirish eshiklarigacha hammasi taqoq. O't o'chirish atrofida qatma-qat to'saqlardan o'tib, binoga yaqinlashib bo'lguncha 2 soat vaqt o'tib ketgan degan. Urumchida yuz bergan o't ofiti Xitoy fuqarolarining Shi Jinpingning hokimiyatining qamal siyosatiga bo'lgan g'azab nafrati va qarshilik harakatini qo'zg'agan bo'lib, Urumchida namoyishga chiqqan Xitoy fuqarolari binoga o't ketish voqeasida o'lgan norisidi bolalarni misolga ilib turib, Xitoy hukumatining xilma-xil krizis va fojialarga sabab bo'layotgan qamal siyosatini qattiq ayiblagan. Bu voqeadan keyin Xitoyning har qaysi shaharlarida Urumchidagi o't ofitida qazo qilganlarga motam bildirish bilan Xitoy virusi yuqumni tizginlash siyosatiga qarshi namoyish o'tkazilgan. Ko'plagan Xitoy fuqarolari bu qarshilikni siyosiy harakatga aylantirgan bo'lib, bu 1989-yildan beri kam ko'rilgan ijtimoiy hodisa ekan. Xitoy hukumatining qamal siyosatining ig'ir ziyonkashligiga uchragan Shanxay aholisimi bu voqeadan keyin namoyish ko'tarib, davlatning barliq huquqi xalqqa mansub. Davlat kishilik huquqi hurmat qilish kerak. Biz o'z huquqimizni qaytarib olishimiz kerak. Shi Jinping taxtdan tush, Shi Jinping taxtdan tush deb shuar to'lg'an. Chengdu shahar aholisi namoyish qilib, bizga erkinlik va demokratiya kerak, bizga fuqarolik huquq kerak deb shuar to'lg'an. Urumchi shaharlik xalq hukumati uchur ishxonasi 28-noyabr kuni atiganda jamiyatdagi normal ishlab chiqarish va turmush tartibini asliga keltirishni tezlatadiganligini e'lon qilgan. Xitoy davlat taratqullari markaziy televiziya stansiyasining xabar qilishicha, Urumchi aydurma atalmish Xinjiang ishchi va sirtidagi navbatchi aeroplanlarni tadrijiy asliga keltirdi ekan. Qonun bilan idora qilish kundalik gazetining xabari qaraganda, Urumchi 29-noyabr kundan boshlab tez ashyo oborot korxonalarining tijoratini asliga keltirib, xatarlik rayonlardagi xalq ommasiga nuqtadan tarqitish mulozimati bilan ta'minlashni qaror qilganligini bildirgan. Lekin xalq bu harakatni avomning g'azabini besishga uringan ko'z bo'yash o'yinlari deb qaragan ekan. Urumchi o't ofitidagi ichinishlik o'limga Shi Jinping hech qanday ifoda bildirmagan. Lekin uning Janubiy Tinch okeandagi Sulaymon taqim orolida yuz bergan yer tavrashga ta'ziya bildirishi kishilarning g'azabini kuchaytirayotgan. Xitoy doiralari Weibo'ga o'xshash uchur supillardagi munosabatli norozilik uchurlarini jiddiy o'chirgan. Xinhua agentligining xabari qaraganda, Shi Jinpingning 25-noyabr kuni Sulaymon taqim orolining valisi Vunajiga ta'ziya bildirib, ularning uylarini qayta qurishga yordam beradiganligini va'da qilgan ekan. Xitoydagi to'rdoshlarining Shi Jinpingni tanqid qilgan so'zlari Weibo'da tezda o'chirilib, Sulaymon taqim oroli degan so'zni cheklagan ekan. Xitoy doiralari e'lon qilgan eng yangi dokladda
butun mamlakatdagi Xitoy virusi bilan yuqumlanish soni yana bir yangi rekordni yaratganligini, yuqum ahvolining intayin ig'ir va murakkab ekanligini, oldin olish va kontrol qilish tadbirlarini tavranmay yo'l qo'yish kerakligini bildirib, barliq joylarda oldin olish va kontrol qilish planining 9-nusxasida chang turishi, 20 a'lolashtirish tadbirlarini yo'l qo'yishi, qat'iy tavranmay shaklini o'zgartmaslik kerakligini ta'kidlagan ekan. Bunun qarta bir qism kishilar allburun torda oq qog'oz harakat taklifini e'lon qilib, Xitoy ommasini hukumatning qattiq taqash va kontrol qilish tadbirlari oldida hamkorlashmaslik pozitsiyasini qo'llanishga chaqirgan. Qanchalik kishining bu tashabbusga ovoz qaytaradiganligini va botirlik bilan bir varaq oq qog'oz tutib hukumatga yo'q deydiganligini faraz qilish ta'sis ekan. Ammo ba'zi kuzatuvchilar o'ylamagan yerdan oq qog'oz safarbarlikning hukumatning nol kelishim siyosati va quluplashning davomlashiga ergishib, texmi cho'ng va texmi keng ko'lamda hukumatga qarshi turish faoliyatiga taraqqiy qilish ehtimoli borligini bildirgan. 24 noyabr kuni Angliya hukumati hukumat tarmoqlarining bexatarlik xavfini nazarda tutib, muhim sezgur binolarga Xitoyda ishlangan kuzatish kamerasi o'rnatishni cheklagan. Angliya Kabinet ministri va Konservativlar partiyasining raisi Dovdin 24 noyabr e'lon qilgan bayonotida Angliya hukumat tarmoqlariga Xitoyning davlat axborot qonuni boshqarishidagi Xitoy shirkatlari ishlab chiqargan kuzatish kamerasini ishlatishni cheklashga buyurgan. Bir necha oy ilgirla Angliyadagi necha 10 parlament a'zosi birlashma chaqiriq e'lon qilib, Hikvison va Dahua kuzatish apparatlarining setilishi va ishlatilishini to'xtatib, Angliya ommaviy tarmoqlarining Xitoy Kompartiyasi tomonidan nazorat qilinishidan ansirgan ekan. Amerika allburun bu ikki shirkatni savdo cheklamasi va cheklama tizimligiga kirgizgan ekan.